Ya'ni gap bor, erkak kishining o'tmishi qaralmaydi deb. O'zi aslida musulmon odamning o'tmishiga qaralmaydi-da. U hidoyatga tavbaga kelgandan keyin uni johil o'tmishi, jaholatdagi o'tmishi hech qachon esga solinmaydi. Yondagilari tomonidan. Bilasizlar buni. Avvalo, sizni aybingizni Alloh bekituvchi. Agar hamma ayblaringizni odamlar biladigan bo'lsa, siz bilan hech kim gaplashmasdi. Siz yolg'iz qolganingizda qanaqa odamsiz? Xayolingizdan nimalar o'tadi, nimalar qilasiz? Hammamiz o'zimizni shkafdagi skeletlarimizni yaxshi bilamiz. Ayb masalasida o'sha gap. Bekitganingiz yaxshi. Qaysidir o'rtog'ingizni, yaqiningizni, oilangizdagilarni aybini bekitsangiz, sizni undan ham kattaroq aybingizni Xudoyim o'zi bekitib qo'yadi. Shuning uchun g'iybatdan uzoq yurib, kimnidir nojo'ya ishini ko'rib qolsangiz, darrov videoga olib bo'lmasa kimgadir yetkazib, "Voy, men buni ko'rdim, men bunaqa qotgan ekan" degan narsadan tiyilsangiz, undan katta xatoyingiz ehtimol kelajakda sizni Xudoyim o'zi bekitib qo'yar.